Kelin, nima qildingiz? Tikkanmisiz? Tikilgan somsavoy ajoyib a? Bunaqasi ham chiqdimi hozir xudo? Yo'q. Nima qildingiz? Jon. Hamma bunaqa qilsam pishmadi. Keyin tik qo'ydim. Mayli, to amallabsiz. Ish qilish ipiz-ipizdami? Sizga yasadi. Urib ketdi. Yani amariz masa şey bo'lmas. O'zimni ko'rildigidan. Niki. Yaxshi. Shular. Skirmas bildi. Oy, Hiç pishirmadi. Birinchi Hey! ko'zingizni katta qilmang. O'zim aytib turibman, aka. Nimaga buni qalin to'g'rading, ey? Ay, yolmaysiz-ku, baribir. Yeyma. Aka, sizdagi kiyimingizni bering, shuni yuvib tashlay buni ham. Ikkita futbolkani deb kirmoshinkani o'raqlasanmi? Xo'p, nima qilish kerak? Bir haftadan beri shunday yuribsiz. Ey, parashok palon pul beryapti. Ye. Bo'pti, posуда yuvayotgan gelda yuvaman. U tekinga keladi. Aka, bunday qaramang, o'zi shundoq ham yubqa archyapman. Bundan ham yubqaroq archsam archilmagan bo'ladi. Yub sol bo'ldi, po'stini olishim kerak. Vitamin po'stiga bo'lsa. Yo'q, qayerga ketyapsiz aka? Ha, men bir mashinaga benzin solib kelay. Siz mashinaga benzin qo'yasizmi? Ehtiyot bo'ling aka. Aldab qo'yishmasiz sizni yana. Ey, men Vobki bozor Tursga joylashgan zar o'yindan qo'yaman benzinni. Ana shunday benzin. Ular alamaydi. Siz baklashka olingda o'rnab soldiring, haymi? Ey, ularda hammasi halol, chotki. Mashin kerak uzlansa o'zi servisdan bu. Tak bo'lgancha men kakani ichkariga duncha zekirib choy ichib o'tiraman. Zobar borganingizga nechta benzin o'shingizda qo'ying ya. Biroq Vobki ikkinchi yaxshi solish kerak. Tamom qilib qo'ysan, almas material tamam. Yo'qol. Qotma odam bilsa nima qilmoq. To'yni olaman deb buncha ko'p gapirasan. Gerçi qancha oshiqlaring bo'lsa ham mendek sevolmas. Ko'ngil istar bir o'zingni boshqa o'rning bosolmas. Yozay desam ojiz qalam tarifinga so'z. Ana qizni tanidingmi? Ha, qaysi qiz? Tanimadingmi? Aptekachi qizmi? Ha? Tanirkansani? Ha. Uzr singlim, ko'rmay qolman deb bundoq yugurib kelayotgandim, bu yoqqa qarab ketyotgandim. Hech qisi yo'q. Uzr? Sizmas, bizmas, bular ko'rmay qoldilar menimcha. Yoki ko'rib turib ataylab urdilar. A? Yo bizani kuzatib yuribsizmi? Boshqa qiladigan ishim yo'qmi? Qiladigan ishingiz yo'q o'xshaydi menimcha. Nima qilasiz bu yerda? Yugurishga chiqdim. Ko'rdingmi? Sport bilan shug'ullanar ekan. Biz nima qilamiz? Biz ham sport bilan shug'ullanamiz, faqat bugun birinchi kun. Shuni aytmay tursangiz bo'ladi-ku. Yo'q, bizning birinchi kun emas bugun. Uyda qilyotgandik biz. Ha. Menga qarang, agar yana bir marta yo'limizdan chiqadigan bo'lsangiz, o'zingizdan ko'ring. Men 4 yil boks bilan shug'ullanganman. Men ham 8 yil boks bilan shug'ullangan joyim bor. Undan tashqari 2 yil karate bilan ham shug'ullanganman. Hozir barbaga boryapman. 1 yil bo'lib qoldi shekilli. Boryapmisiz? Ha. Nimaga unda qulog'ingiz sinmagan? Qizlarni qulog'i sog'maydi. Qizlar akkuratni trenirovka qilishadi. Yo'q, siz qayerdan bilasiz? Men ham barbaga borganman 3 kun. Menga qarang, bo'lmabdi sizga. Ko'chada sport qilish. Tushing oldimga qilamiz. Uyda? Ha. Uyda qanaqa qilamiz? Ko'rasiz uyda. Yuguring tezroq. Men nima qilma hozir yugurmay. Men hozir sizga ko'ra olmaslar ko'tarib qo'ysinni ko'rsataman. O'zi bu meni ko'taradimi? Hay, bu 100 kilogacha ko'taradi. Yo'q, Ekranda yugurgan tezligingiz, bosib o'tgan masofa, ketkazgan vaqtingiz, ketkazgan kaloriyangiz, yuragingiz urishi hammasi ekranda ko'rsatadi. Kolonkasi bor. Bo'lsiz bilan olsangiz dikkin dishdan qilib ketasiz. O'zi dikkin dishting bo'lma. Pastda yo'llari bor. Qulon qilsangiz toqqa chiqqanday bo'lasiz. Toqqa yugur o'zi shundoq ham. Buning uchun har xil assortimentlari bor. Bo'ydan zakaz qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz naqdga, xohlasangiz bo'lashga. Men bo'lib to'lashga to'lab qo'yarsiz a? Yuguring. Ey, Yuguring. o'lib qolaman.